Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunim Zohirjon. Mana bugun Farg'ona Buvoyda Qoratepada joylashgan ishxonani video obzorini ko'rib chiqamiz. Bu yerda shu konteyner mahsulotdan ko'p sohalarda ishlatiladigan mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Chorva uchun, qurilish uchun yoki fermer xo'jaliklarga turbalar ishlab chiqarishyapti. Barchasini narxlari, razmerlari, dastlabkilar haqida videoda gapirib o'tishga harakat qilamiz. Manzilni eslatib o'tamiz. Buvoyda tumani Yangiqo'rg'on okrugidan kelaverishda Qoratepa degan qishloq bor. 3-kilometrda keladi. Chap qo'ldagi ishxona. Bu yerda mana shunday konteyner turbalar ishlab chiqarishyapti ekan. Jodilar va chorva uchun o'xurlar, o'zlaridan valsopga qaychi barcha apparatlar bor ekan. Barchasini chiroyli holatda ko'rib o'tamiz. Xo'p, birinchi o'rinda biz turbalardan boshlasak. Mana bu yerda konteynerlisini dumaloq holatga keltirib turbalar ishlab chiqaryapti ekan. Mana bu ko'rib turganimiz 200 lik turba ekan, ya'ni diametri 20 sm. Qalinligi 1.8 ekan, 4 metrli turbalar. Hop, 1 metrini 90 ming so'mdan tayyorlab berishyapti ekan hozirgi kunda. Telefon qilsangiz albatta yanada kelishtirib berishlari mumkin bo'ladi. 200 ligi. Mana bular 250 lik ekan, 4.60 uzunligi, qalinligi 2 mm, tomlikdan yasalgan 250 turbamiz, ya'ni diametri 25 sm chiqadi. Buni bir donasini metrini 110 mingga tayyorlab berishyapti hozirgi kunda. Xo'p, bundan tashqari mana bu yerda 300 lik turbamiz bor ekan. Diametri 30 sm, metri 125 ming. Optim holat. O'zlarida lislari ham bor. Mana telefon qilsangiz buyurtmasi olsangiz ham nima kerak bo'lsa lislardan tayyorlab berishlari mumkin bo'ladi. Mana bu yerda terti idishlarimiz bor ekan. Bir donasi 300 ming so'mdan. Ya'ni bitta somon piri sho'ra ekan. Va mana bu yerda karitalar ham bor ekan. Bilamiz, qurilishda ko'p ishlayapti. Bir donasi 540 mingdan, yana 1.10, uzunligi 2 metr, chuqurligi 30 sm. Ob'yomda ham tayyorlab berishlari mumkin. Mana bu yerda 230 lik o'g'illarimiz ham bor ekan, yollisdan tayyorlangan, 400 ming so'mdan donasi. Sifatiga baho berib qo'yasizlar, sifati xudo xolasa ajoyib zo'r. Mana bu yerda 2 metrli o'g'illarimiz 250 mingga sotishyapti ekan, qo'ylar uchun albatta. Sifati xudo xolasa zo'r. Va fermer xo'jaliklari, baliqchilik sohasiga mana shunday qayiqlar ham ishlab chiqarishyapti ekan, 1 million 200 ming so'mdan. Bu o'rtachasi ekan. Mana chaklarni mo'mlab qo'yishgan, suv kirmaydi xudo xolasa. Sifati a'lo darajada. 1 million 200 mingdan. Va har xil turdagi profillar ham joylashgan, mana ko'rib turganimizdek. To'rga profillarimiz 38 mingdan bo'lib ketdi, mana 260 lar 42 mingdan to'rga to'g'ri. Ko'rib turganimizdek sifati juda ham ideal darajada. Endi konteyner profili ikkala tarafi ham, ichi ham, tashi ham svarka, kraska bo'lgan. Bitta o'rtasi bittadan chaki bo'ladi albatta. Konteynerni bilamiz, material juda ham mustahkam bo'ladi. 42 ming so'mdan bir donasini xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Ular bilsangiz 2 oy oldin 48 ming 50 ming atrofida ham sotilgan. Va mana bu joyda 10 lik profillarimiz bor ekan, ya'ni 10 sm lik fanga S shaklda bukib qo'ygan. Bir donasi 27 ming so'mdan sotishyapti ekan. Bundan tashqari 8 lik, 8 sm likda endi P holatiga keltirib qo'ygan. Kirilcha P holatiga. Bir donasi 23 ming so'mdan sotilyapti ekan. Mana bu yerda 6 lik profilimiz bor ekan. 6 sm lik endi P bukib qo'ygan, bir donasi 16 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi ekan. Va mana bu yerda 11 lik profillarimiz bor ekan, ya'ni 11 sm likda S shaklida bukib qo'ygan, bir donasi 33 mingdan ekan. Bular birinchi qo'l holatda o'zlar ishlab chiqaradi, qaydandir olib kelib sotishmaydi. Shuning uchun narxlari telefon qilsangiz yanada kelishtirib beradi. Firmalar ham ishlab chiqarishyapti ekan, ko'rib turganimizdek qurilish sohasiga xorilar, svarkalar, katta apparatlarda quyilgan. 1 metri 170 mingdan 200 ming so'mgacha ekan, telefon qilsangiz albatta kelishtirib zo'r narxlarda qilib berishadi. Mana bu joyda mana somonni yutadiganlar bityapti. Mana bu qaychi apparatimiz. Mana bu valsopkada tekizlanadi, lislar va bo'yinda kesiladi razmerga va mana bu apparatda bukiladi. Mana bu o'g'illarimiz xom holati, mana mol o'g'illar 300 ming so'mdan qilib yuborishdi. Bilamiz 350 360 ming edi bular. Bir donasini 300 ming so'mdan 230 lik xom holatdagi o'g'illar. 180 mingdan 2 metrli qo'y o'g'illar. 250 mingdan buzoq o'g'illar. Aloqaga chiqarsa zo'r narxlarda albatta tayyorlab berishadi. Mana qaychilari, qaychi apparati.
Mana bu joylarda mana qayiqlar bityapti. Xo'p, mana bu yerda 350 lik turbamiz 145 mingdan ekan, ko'rganimizdek juda ham katta. Diametri 35 sm, 145 ming. Mana bu esa 40 sm diametri, ya'ni 400 lik turbamiz 185 ming so'mdan tayyorlab berishlar mumkin, cheklanmagan miqdorda albatta. Sifatlari alohida. Zo'r. Va mana bu joyda to'rga-to'r ishlab chiqarishyapti. Mana shu jarayonni ham ozgina ko'rsatib o'tamiz. Mana bu joyda mana to'rga-to'r profillarimiz tandirdan yangi uzilgandek chiqmoqda. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Bular 230 ekan, bir donasi 38 ming so'mdan. Sifati zo'r dolar. Aloqaga. Mana bu yerda yana super yangilik 450 ming sotilgan 230 lik tomlisan qilingan moloxlarimiz hozirgi kunda 420 ming so'mdan tayyorlab berishlar mumkin ekan. Sifatlari xudo xolasa zo'r holatda. O'zlarida listlari ham bor. Mana shu ko'rib turgan barcha ko'rinib turgan list mahsulotlarimiz mana shu O'tkir akamizga tegishli. Ya'ni nima kerak bo'lsa telefon qilsangiz zo'r narxda tayyorlab beradi. Hurmatli kuzatuvchilar, videomizni mana shu joyda yakunlaymiz. Kimga mana shunday konteynerdan ishlab chiqarilgan mahsulotlar yoki konteynerda o'zini nimasidir kerak bo'lsa aloqaga chiqsangiz, ekranda nomerlar qoldiramiz. Chiroyli narxda telefon qilsangiz chiroyli narxda qilib berishadi. Tursunov Zohirjon kanalidan chiqdiysan, albatta yanada zo'r skidkalarni tayyorlab berishlar mumkin bo'ladi. Videoga like bosishni va shunaqa temir mahsulotlariga qiziquvchi akalarga video ulashib qo'yishdan chiqarmang. Keyingi videoda albatta siz uchun bo'ladi. Sizdan uzoqlashmang. Rahmat.